Taqdirini men kishlab tanladim mig'iz Teşnalı qiynig'an shu damda meni Ne derya hattaki quridi deniz Teşnalı qiynig'an shu damda meni Ne derya hattaki quridi deniz Hey 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 Ötkice birimiz canlı Lütfla untimiz hatta cananlı Turmuşnun bisimi qiynab her vakit Ayrımız bop kaldık yaxşı yamanlı Turmuşnun bisimi qiynab her vakit Ayrımız bop kaldık Yaşaşta güldü besleşip Velikin nikaplı insanlarımız Vicdansız yaşaşta güldü besleşip Hey 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 Adamın ahvali qanday? Ahvoli hozircha turaqlashdi. Lekin yana bir mezgil obdaroq kutilmasa bo'lmaydi. Shunga boshqa shaharga davolang'ili ketdi. Boshqa shaharga? Nima ishqa? Men dadam bilan ko'rishishim kerakdi. To'g'ri tushungan bo'lsangiz, hozircha bo'lmaydi. Siz bir taraf qilgan nurg'un ishlar bor edi. Nima ishlar? Bosh lider mangdigan vaqtda sizning shirkatning muavin lideri qilib tayinlab o'zining barliq huquqini ham shirkatning ishlarini sizga topshirib olgan. Shu ishlarni bir taraf qilmasangiz bo'lmaydi. Tushundim. Dadam yana boshqa gap qilmadimi? Bosh lider yana o'zining hozirgi ahvolini shirkatdagi paychilarga, boshqa xizmatchi xodimlarga bildirmaslikni qayta biladi. O'zingizni bilasiz, paychilar faqat foydani ko'zlaydi. Bosh liderning ahvolini bilib qolsa, shirkatda davolg'ish bo'ladi. Xizmatchi xodimlar bilib qolsa, ushaq gap so'zlar olib ketadi. Shuning bilan xizmatning unimiga ta'sir ko'rsatadigan gap. Shunga ularni bilmay turgani yaxshi. Muavin lider siz chet elda qancha yil o'qidingiz? 5 yil. 5 yil. Bu 5 yilda qanchalik qizlar bilan yurgansiz endi?
Nemi sualimdi bu? Endi deyman-ku, chet elning qizlari chiroyli bo'lgan ekan. Yaxshidan siznimi jim yumidi deyman-ku. Endi bunda o'ylab baksam, bak ta'lingiz bor ekan ma'lumlar. Mening dadam chet elda o'qitgan bo'lsa, men mana shu chet elning qizlari chiroyli bo'lgan ekan, kunda almashtirib başı. Turmush degan bunda o'z payzonmam deyman. Shundaymi ya? Siz fotograf qiz qapsiz? Yo'q, endi zerikkanda shu anchimish tatib qo'yma. Meni siz fotograf emas, boshqalarning turmushiga bakra qiziqadigan tursiz, ha? Yo'q, men hamda zerikkanda ishdan tushgan vaqtlarda anchimish tatibman. Mush jarayonda Bo'ldi. Gap noz qilib yo'lingizni qarang. Ha, bo'ldi. Sen başta oyluğunu da bakmamsın. Menimcha o'siga Donald Chulpandan bir ishni taklif qilib, biroz Sud saroyining chiroyli yerini tanlab ham ko'rinishga olsak bo'ladi. Menimcha ssenariyni qanday yozgan bo'lsang, shu bu ish tatqin. Endi ssenariyda Sud saroyi deb yozilgan. Lekin bu mahsulotning egasi mening mahsulotimni 3D holat ishlab beringlar degan talabni o'tirib qo'ydi. Endi ishing o'ng ekan go. Xeridanni rozi qilsang bo'lgan ish ekan go. Voy. Ey, o xeridarni rozi qilaman degan bilan o 3D holat ishlasak, am mahsulotning aloyiligi gavdalmay qoladi edi. Oğo, shu. Lekin sening yaxshi ko'ngling xerida tushunmaydi. Nima mol? Bak charchadim juma. Hey bo'pti, sen shuni qilavergin. Men bunda aylanib bir kalam arama bo'lg'ach, surat olgan maydonni ko'rib kelay. Ishqilab, men go'shim kuymaydigan, siqmi kuymaydigan ishni qil. Ma'qul adash. Ma'qul. Lider, ne oldu? Mashina adamım şirket işleti otamızlar. Vay kimde atacağız? Vay. Vay çıkyak beşinizin ağırlık ketken hoşmam da. Vay silahını konda çıdıgan silahı. Vay biz künep kaptık. Ma balne sizin dadınız ekegen. Biz işlep yerip ketken vaktimizde bu taktuk qilib bizni güldürdü. Her bir eğiz gibi bizge yumurdek tuyulup getirdi. Ma şirket bunda adamdan bir hat yerimtal boğunu yaxşı mümkün değil ama. Onda oyluğa yeriniz olsa boptu. Maqul. Maqla. Geldim. Çıkıverdim ben. Ha, hazır. Keçirin ha. Kila ayda saylam ötküzmekçe. İşkinla kullanılan kişini pak istiyor tutunlar. Nemi saylam ki bu? Bizden elan bölümümüzün bölüm başlıklı saylamıca. Burunqi başliq ma'lum sabablar tufaylidan xizmatdan istifa berib ketib qoldi. Hozir e'lon bo'limining boshliqning o'rni beka. Shunga bu ishni vaqtida bitirib qilmasa bo'lmaydi. Haraz. Layan qachon topshirsak bo'ldi? Kila ayning 4-kuni.
Bo'ldi, ishinglarni qilaveringlar. Bo'ldi. Ma'qul. Haras. Maydonni ko'rdingmi? Ha shu sud sarayda saqladigan o'xshaydi. Qachon talqon bo'lding? 2 kundan dasamlam lekin. Ha, o'tdi. Amsa tayyorlig'im qilavergan. Meni ozroq ishim bor kirikdimi? Ma'qul. Men qaytdim unda bo'lsa. To'xtama. Yangiloya bilan to'xtamchi. Ha, lider yaxshimi? Ha, yaxshimi? Voy, bu kichik ishlarni amma balla o'zir qildi emasmi? Ya'ni charchab yurma hamda. O'zim bir tekshirib etmasam xotirjam bo'lamayotganman. Voy, ishdan ishdingizmi? Ha, men kechlik tomoq boramayman. Semina qo'shib ishlayman. Bo'ldi, ma'qul. Amsa, vaqtida yetkazib beraman, ha? Chata qo'ydi. Bu yosh lider qanday ekan? Kelishganga. Bu qizlarni kelishganli bo'lib qolmay, qo'ldan xalal ish keldi ekan. Men baylarning ballarini aqlanchi, o'rin, qo'ldan ish kelmaydi deb xato o'ylayapman. Baş lider yo'qolib ketgili xili bo'ldi. Anglashlar qaraganda ish kirdi cho'ng turlar bilan oldirashmish. Uning ustiga chet eldagi o'g'ilni shirkatga kelib qo'ydi. O'zining qarsini ko'kazmadi. Buningda cho'qim bir gap bor. Hemen meydan gördüm ben. Hazır mı? Ha şu sod sarayda. Kap oldu mu? Vay hatırlayacağım bunlar. Her bir bunu. Adet özüm yalnız yürüme. Bazan üstü birden dostlarınız, mesela oğul dostlarınız. Arzu? Arzu? Ay nime neyse. Cidden vatanda azrak pul verip dur. Nim kılsa? Balalı oturduğun alıp kaldı bir berkiley. Sen bana tekken mi? Ben sana tekken mi? Vay boy, okşaşlı bir iş ko. Berip dur ne? Berip dur ne? Vay pul yok. Hemen işiltip oldu. Ay yağan gap koymay azrak berip dur. Vay yok da vatte ben imanda kıldıgan. He pul veremse ben hepsi. En yaxşı yakamını koyuyor. Birkaç ümüşüyle yeyse. Pul veremse. Hey maaş u yaktan çıkıcı bu yaktan haşlap buldun. Kayıs pulunu verme. Senin maaşın çor. Algana yok algana üşürgümde. Sana pulla iş bolsa yok lan bana. He maaşın doğru.